Chunki 7-etaj. Mana yana bitta mijozimizning uylarini bitirdik. Bu alyuminiy bo'ldi. Mana chiqadi. Ochilganda unda o'rib qoldi. Sevindan bir yig'ildik. Oradan bu uyga moslab qildik. Internetdan shu vitraj qildik. Mana burchalarga alohida e'tibor berasizlar. Harakat bo'lmagan hisobiga burchagini virus qilib tashladik. Bu virus mana bu tomonda ham bor. Bu tomonda virus bor. Xo'p, bu yangi ochiladigan urushga qo'yganmiz. Buni afzallik tomoni yopganda mana rezinkani prijimi zo'r bo'ladi. O'shaning hisobiga buni qurishga qo'yganmiz. Ochilib yopilishga oson. Xudo xolasa manfaatli xizmat qiladi degan umiddamiz. Xudo xolasa cho'tki chiqdi. Xonadonning egasiga ham yoqdi o'zlariga. Bir teksta qilib yopib berdik. Kim shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Like bilan podpiska bosib ketinglar. Rahmat.